Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlar bilan Ebimax firmamizda tegishli mana shuni gilamyo degan aparatlarimizni ko'rib chiqamiz va narxlar bo'yicha video davomida aytib o'tib ketaman. Xo'p akalar, bu gilamyo degan aparatimiz juda ham zo'r, sifatli narsa bo'ladi. Bu ishxonaga yoki bo'lmasam uy yopib qo'ysalar ham juda ham zo'r narsa bo'ladi. Xo'p akalar, buni motor quvvatiga keltiradigan bo'lsa ham mis odmotkali 1200 vatli bo'ladi. Xo'p, 6 oy garantiya bilan ega, 220 ga bemalol ishlayveradi va ovoz chiqarishi 50 Hz 60 Hz gacha bemalol ovoz to'lqinligi chiqaradi. Xo'p akalar, bundan tashqari 3 xil nasatkalar chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, o'zida bitta yashil nasatka, bu qattiqroq nasatka bo'ladi, hamda yumshoqroq nasatkalari ham mavjud. Mana ko'ryapsizlar. Buni gilam yuvgani bemalol ishlasalar ham bo'ladi. Buni esa akalar burchatkalarga bemalol ishlasalar ham bo'ladi. Bundan tashqari mana bunday hech qanday cho'tkasi yo'q. Bu nimaga? Xo'p, mana bunday kafillar uchun ustiga bitta gubka qo'yib olinadi. Bemalol silliq qilaveradi akalar. Xo'p, akalar, buni mana bu yerga bemalol shampun quyib ishlatsalar ham bo'ladi. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsa, atiga $400 qilib beramiz. Kam-ketiga bor, sizlar uchun 12 viloyatga dastavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'yangimiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin akalar.